Assalomu alaykum kanalımızda hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan kvartiramiz Urganch shahrimizning Kok markazida 5 qavatli yangi kirpiç binoimizning 5-qavatida 40 kvadrat metr bo'lgan bir xonali joyimizni ko'rib tanishib chiqamiz. Joyimiz Euro remontdan chiqib, jihozlar bilan birga sotuvga chiqqan joyimizni ko'rib tanishib o'tamiz azizlar. Uyimizning oldida parkovkasi, besetkasi, bolalar o'yinga yaqindan muammosi yo'q. Dokument 100% tayyor. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak aziz yurtdoshlar, bu yerda Saltanat restorani, yurtdoshlar bog'chasi, maktabi yaqin. Yine uyimizin yanında mektepleri var. Bu tarafta manej oladi, uyimizin arka tarafında ranch oladi aziz yurtdoshlar. Hech narsasidan problemasi yo'q. Tayyor joyimiz 40 kvadrat bir xonalı jihozlar bilan birga sotuvga chiqqan joyimizni birga ko'rib tanishib o'tamiz azizlar. Hech narsasidan problemasi yo'q. Bog'chasi, maktabi, mashina transportlaridan umuman problema yo'q aziz yurtdoshlar. Qanasa joyimiz bilan ko'rib tanishib chiqamiz. Yurtdoshlar 5-qavatdan yetib keldik. Ayaktelerimiz murammolar podizda chiroyli qilib remont qilib turibdi. 5-qavatda 3 xonadondan ekan, ko'rib lazım. Bizdan sotuvga chiqqan joyimiz to'g'ridagi joyimiz bo'ladi. Orientir ham lokatsiyasi ham mestosi zo'r joydayizda. Bismillah. Degandan prixo'j zonamiz, azizlar, yurtdoshlar prixo'jlarimiz bor. Ayakteler hem 100% laminat polkadan tuttu, yurtduğunuzda aboydan çıkıp tuttu, ak svet, çırayla uyunu açıp duradan svetlerimiz, giriş eşiklerimiz boladı, yurtduğunuzda kanalımızda elektrik avtomatları bir de glandiz zalımız, son sanuzelimiz, son aşkanamız oladı. Ezle Alinte'nin yine bir atıp gitmemiz Urganch şehrinde Manej, Saltanat Kafe, Ranch okuşlarına yakın Urganch şehrinde 5 qavatli kirpiç domuzuna 5-qavatında 40 kvadrat metr bo'lgan jihozlar bilan sotuvga chiqqan, Euro remontdan chiqib turgan joyimizni sizlar bilan birga ko'rib tanishib chiqamiz. Sizlar bilan birgalikda. Bu yerimiz glавный xonamiz, ayakteler laminat pollar glam tutdi, gilamda döşelgan. Uyunda 2 vaji ketadi ekan, gilam bilan setimiz ketadi ekan. Konvejlar yurtgan xon ham mo'jingiz qoladi. Bu yerimiz ham ochiq mo'ysha bo'ylar, patologimiz notochnoy kon tutdi. Plus konditsionerni ega. Konditsionerlarimiz ham Shivaki firmani kondisyonerleri, açık balkonla ilgili balkonumuz plastik camlarından, çıralı perdelerimiz, akvaryadatılarımız hemen esası bu. Açık balkondan sizlere bir gösterip ötemiz. Yurttuğalarınızda açık balkonda ege, akva plastik camlarına eşikleri, aynalar ve de spannemiz, şkafımız hemen esası kaladı. Televizörümüz, yurttuğalarınızda lüstralarımız hem bu. Bahçesi mektebi yakını az yurttaşlar, yurttuğalarınızda marşrutlarımız hem seyircisizler. Bu tarafta 4, ben tarafta 5. marşrut, servisinize 19. marşrut. Sanuzelimiz, ayakları astinalı kafeler kılıngan, patalıkla plastik flafulla koyulungan, rakavinamız, unitazımız, vannamız var bizde. İşte sesinden probleması yok. Tayyar akuratlı cayımız, feyizde eşiklerimiz, kaytek eşiklerinden koydular. Bir de aşkhanamızda mevkimi bilemiz, götürenizden stolumuz, hadinlikimiz, ezde hemen esas kaladı. Bir de kiriyoş maşinası, farklı kılıngan kuhunni mebilimiz, gaz plite, vitişke, dufkontinlik katyolumuz, ezde işlep tuttu stenni, Rus firmaniki birimiz, akvaynamız, uyumuz arka tarafına karagan, Wi-Fi internetlerinden mamma yok, koyda ezde tayyar, pat kuleş kılınıp durgan cihazları bilen birge satıva çıkan 40 kvadrat metr Euro remontdan çıkıp durgan bir kanalımızı joyimizni sizlar bilan ko'rib tanishtiribmiz. Narxini aziz yurtdoshlar, narxini keladigan bo'lsak, azizlar, narxi 330 million so'm. Zo'r joyda joylashgan. Hech narsasidan muammosi yo'q. 100% tayyor hamma narsasini olib ketadigan 2 vajidan aytdik, gilam bilan shu sati ketadi. Bo'lgani narxi 330 million so'm. Shoshilib qolamiz aziz yurtdoshlar. Ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, kelib, ko'rib olishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaning ishiga omad tilaymiz. Sog' bo'ling.